Qani endi 7-marta uxlasang, shu bilan 9-marta uyg'onsang. Hey, orada 8-marta o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketsa. Ha, o'rtoqjon. Voy, bu nima deganing? Yaxshi ko'radilar, yaxshi ko'radi. Nima deyapsan? Hali bayramga sovg'a ham bersa kerak, zo'rida. Bo'pti, gaplashamiz, uxlayotgan ekanlar. Adasi? Hoppa, qanasan, nima deysan? Turing, ayiqqa o'xshab uxlayvermasdan. Nima deysan? Adasi, to'g'risini ayting. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Shuni bilishga o'rgatayman. Bo'ling, ayting endi. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Voy. Javobini-chi hayitdan keyin aytaman, maylimi? Voy. Nimaga endi hayitdan keyin? Endi ro'za paytda yolg'on gapirsa gunoh bo'lar ekan. Tushunarli. Dadasi? 8-mart kelyapti. Har yili faqat paypoq berasiz. Bu safar bir yaxshiroq sovg'a oldingizmi? Ha, endi bu yil bir boshqacha bo'lsin. Mana qara, oyog'ingning razmeri necha? Oyog'imning razmeri 38. Ha, bo'ldi. Voy, dadasi bor ekansiz. Haligi tag'in etik-betik olib yurmang. O'sha bahor keldi. Xo'p. Iloji bo'lsa 38 ni qora rangidan oling. Qora? Oyoq kiyimni qora rangidan olsangiz, yaxshi. Menga haligi oq, qizillar bor. Qorasi yo'q edi-da. Ha, bo'pti, o'zi kalishi oqi boshqacha rangi bo'lmaydi. Mayli, 38 deymi? Nima? Kalish?